Hozircha sifat foydadan ustun. 17,5 ming dollarga trekker olgan bo'larmidingiz yoki xuddi shunday 5 xonali uymi? Bu haqda Jasur Stroy, Jasur akamiz akalarimizga murojaat qildi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, bu holat qanaqa, ma'lumotlarni bersangiz? Bu uyimiz energiya tejamkor, yozda salqin, qishda issiq. Rossiyada ko'proq qurilish qilganmiz. Endi O'zbekistonga shuni uyg'unlashgan holatda yechim berganmiz. Utoplyonni o'rtasiga bazalt qo'yib, material ichida, xizmat haqi ichida hammasini qurib beramiz. Kimda kim o'zini loyihalari bo'lsa, telefon nomer, telegramlarni tashlab qo'yib qo'yamiz. Tashlab bersanglar biz sizlarga hisoblab jo'natib beramiz. Kelishib qolsak, butun O'zbekiston bo'yicha qurib beramiz. Chirziz aka, bir-ikki og'iz tashqi fasadlariga o'zingiz fikringizni biroz bildirsangiz. Juda ham chiroyli, hattoki shu qilmasangiz ham bo'lar ekan tashqarisini. Eng qizig'i, bu uyni qurdirayotgan paytingizda ana shu shurpidan tortib, tomini tunikasigacha olib o'zlari olib kelib qo'yib berishar ekan. Menimcha safarda yurgan boshqa chet el davlatdagi akalarimiz uchun juda ham qulay variant. Bemalol chetdan turib o'zingizni uyingizni adashmasam foto nima qilib gaplashamiz dedingiz? Foto video otchot qilamiz. Mana shu akamiz ham Yevropadan turib zakaz qilgan. Eng qizig'i, hali yuzimiz ko'rishmaganmiz. Bizda ishonch, sifat birinchi muhim. Oldida yana ham qisqaroq ma'lumot beraman utopletel bo'yicha. Yaqinroq kelsanglar, mana Sherz aka. Utopletel qo'yilgan, hammasi poложено. Benzazor, ichki tashqi g'ishtlarimiz ham go'st standartda urilgan. Tashqi fasadlari necha yil xohlasanglar xizmat qilaveradi. Agar yillar davomida yoqmasa, suvoq qilib trevetin qilasizlarmi? Qilsa bo'laveradi. G'ishtlarimiz ham sho'rlamaydi. Ha, eng sifatli g'ishtlardan qurib beramiz. Fundament, devoriga, tomiga hammasi sifatli materiallardan ishlatamiz. Betonlarni ham tayyor, marka hozir qishga o'tdik, marka 300 beton ishlatamiz. Yoz kunida marka 250. 2025-yildan kvadrati 145 dollardan ulgib qolinglar. 2026dan ozmi ko'pmi qanaqadir narxlarda o'zgarish. Utopletel qo'shamiz. U degani narxi baland bo'ladi degani emas, qo'shimcha ishlar kiritamiz. Hozircha sifat foydadan ustun, to'g'rimi? Siz aka? Hozircha. Ha. Sog' bo'ling.